Xo'p, spirtlarga galloid kislotalar fosfor galloid birikmalarining ta'sirini oladigan bo'lsak, bu yerda galloid alkillar hosil bo'ladi deyapti. Demak, xo'p, bu holat bo'yicha mana bu vodorod, mana bu gidroksid guruhini oladi. Ikkalasi qo'shiladi, suvni hosil qiladi. Plus brom shu gidroksid uzilgan bog'ga borib brom birikadi mana bu qismiga. Va hosil bo'ladi C2H5. Hop. C2H5 brom. Ya'ni etil bromid hosil bo'ladi. Agar fosfor galloid birikmalar ta'sir ettiradigan bo'lsak, bu yerda 5 ta brom bor. Mana bu qismda 5 ta brom bor. Shuni bittasi vodorodni biriktiradi va vodorod bromidni hosil qiladi. Demak, keyin bittasi borib fosfor bitta uzilgan bog' hisobiga borib bitta kislorodni o'ziga biriktirib oladi. Plus O brom 3 hosil bo'ladi. Brom 3 plus demak yana bitta brom borib radikalga birikadi. Va natijada hosil bo'ladi C2H5 brom. Ya'ni etil bromid hosil bo'ladi reaksiya bo'yicha. Reaksiyaning yozilishi mana shu holatda bo'ladi. Bu yerda radikal tarkibida istalgan spirtni berishi mumkin. Istalgan spirt bilan berganda ham shunday reaksiya sodir bo'ladi. Masalan, berib qolishi mumkin mana bu holatda. SH3 SH hop, vodorod yozmay turamiz. SH3 ya'ni uchlamchi butanolni berib qolgan bo'lishi mumkin. Reaksiyada bunga fosfor bromid ta'sir ettiradigan bo'lsak, brom 5. Fosfor 5 bromidda mana shu birikmalar hosil bo'ladi. Mana bu kislorod, ya'ni gidroksid urilgan joyga brom borib birikadi. Biza shuni fosfor 5 bromid demaymiz, ayrim holatlarda fosfor 3 bromid ham berib qo'yishi mumkin. Fosfor 3 bromid deb yozamiz. Shunda bitta brom vodorodni oladi. Xo'p, bitta brom kislorod uzadi, o'zi birikadi, kislorod kelib bunga birikadi. Bitta brom mana bu joyga birika oladi. Shunda C. Endi bu yerda vodorodni yozmadim. Bitta brom kelib birikadi. Plus vodorod bromid hosil bo'ladi va fosfor ikkita bromni berdi, o'zida bitta brom qoldi. Shuning hisobidan bitta kislorod bitta bromni o'ziga biriktirib qoladi. Demak, buning nomi fosfor 3 oksibromid. Bunisining nomi fosfor 5 oksitribromid yoki fosfor 5 oksibromid deb nomlanadi. Reaksiyani yodlab qo'yamiz.